Real Madridning transfer bozoridagi aqlli siyosat haqida gapirib bermoqchiman. Siz obuna bo'ling, hammasini tushuntiraman. Tanishing, bu Nico Paz. U 2016-yil 11 yoshida Real Madrid akademiyasiga qabul qilingan. Futbolchi 2024-yilgacha Madridning turli yosh toifasidagi jamoalarda to'p tepgan. Hatto asosiy jamoada ham 7 ta o'yinda maydonga tushgan. Biroq 2024-yilda Nikoni qirollik klubi 6 million yevro evaziga Italiyaning Como jamoasiga sotgandi. O'tgan vaqt ichida argentinalik futbolchi katta o'sishga erishdi. Uning ayni paytdagi transfer qiymati naqd 65 million yevroga ko'tarildi. Unga hatto boshqa jamoalardan ham takliflar tushmoqda. Lekin Real Madrid jamoasi uni yozda bor yo'g'i 9 million yevro evaziga qaytarib sotib olmoqchi. Nega o'z narxidan pastroq narxda deysizmi? Sababi Real Madrid Nikoni Comoga sotayotgan vaqtda shunaqa shartnoma imzolagan. Ya'ni argentinalik futbolchining 2027-yilgacha bor yo'g'i 9 million yevro evaziga yana qaytarib sotib olish shartini o'sha paytda Real Madrid Como jamoasiga qo'ygan va ular bunga rozi bo'lishgan. Ana endi Real yozda Nikoni ortga qaytaradi va yana bir iqtidorli futbolchi bilan tarkibini kuchaytirishi mumkin. Va bundan tashqari futbolchini transferga qo'yadigan bo'lsa, bundan yaxshigina foyda ham ko'rishi mumkin. Mana shu joyda Realning transfer siyosatidagi aqlli yurishiga guvohi bo'lamiz. Siz qanday fikrdasiz? Buni izohlarda yozib qoldiring.